Borini boricha aytamiz. Yashirmaymiz, oshirmaymiz, borini boricha aytamiz. TikTokdan qancha pul topasiz? Hozir qo'pol qilib aytadigan bo'lsam, Dalboyev degan bir anaqa bo'lib ketdi. San'at bo'lib qoldi. San'at. Rossiyalarda dvorni qilganlarimiz 18 ta farzand. 18 ta. Iloji boricha ko'p o'ylar. Assalomu alaykum, Mahalla Show kanalining hurmatli kuzatuvchilari, assalomu alaykum o'g'illar, opalar. Bugun mahallamizga o'sha ko'pchilik kuzatadigan videoshi, TikToker Azizxon UFC og'alarimiz. Xudo xolasa o'tgan kun kommentariyada Telegram gruppamizda Azizxon og'amizga nima savollar beramiz deganda ko'pchilik savollar beribdi. Endi xudo xolasa o'sha savollaringizni Azizxon og'amizdan olamiz. Assalomu alaykum, yana bir ba'zi yaxshimisiz, charchamasizmi, yaxshi keldingizmi? 3 kun bilayotgan bo'lsa-ku. So'rash qo'yganmiz yaxshi. Xullas, Azizxon og'a endi qayerdan siz o'zingiz tanishtirsangiz-da? Biz Farg'ona viloyati Oltiarada yashayman. Uchta Quvada tug'ilganman, o'zi aslida Farg'onaga ko'chib kelingan. Quva Qo'qonga. Quva yo'q, Adden yo'q, Quvada. Quvada tug'ilgan. Tak, necha yoshsiz, sir bo'lmasa? Yoshim 30 ga kiraman. 30 ga kirasiz. Qarang, mana hozir borini boricha aytamiz. Yashirmaymiz, oshirmaymiz, borini boricha aytamiz. Efran qiziq bo'lsa, xalqqa mazza qilib ko'rsin. O'g'il opalar, shu o'rinda bitta narsani aytib o'tganman, kanalga obunachi bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa bundan da zo'r intervyularimiz hali oldinda. Bitta laykcha, bitta kommentcha va keyingi intervyuga kimni olib kelishni kommentariyga yozib qo'yinglar. Aniq hamma Sardorni olib keldi deb yozadi. U yuzda. Sardarnimi? Sardor og'a qachon Dubayga borib olasiz. Dubayga borib olib kelamizmi? Dubayga borib olib kelamiz. Nasib bo'lsa. Unday bo'lsa boshladik. Assalomu sizga birinchi savolim hammani qiziqtirayotgan savol. TikTokdan qancha pul topasiz? TikTokdan rostini gapirish kerak. Ha, rostini gapiravering. Yo'q, qarang, 5% oshirib ayting, 5% yoki yashirib ayting. Shu 10 ming atrofida topamiz. Oyigami yoki kunigami? Oyiga. Oyiga. Oyiga shuni. 10 ming atrofida. 10 ming atrofida. Bu degani 150, 120 atrofida pul topay ekan. Mana deb, rahmat. Videodan ham topib turamiz. Bigo ham kirasiz. 10 ming videodan ham topib turamiz. 20 ming. Sen yuraver, molcha boqib, bilan yuribdi mana. Sigaret chekib. Ha, soqqan qoqib. Gazini bosish kerak bo'lgani shu. Hozir qo'pol qilib aytadigan bo'lsam, Dalboyev degan bir anaqa bo'lib ketdi, san'at bo'lib qoldi. San'at. Shunday qilsang ko'tarilyapsiz hozir. Dalboyev bo'lsa pul ko'p bo'ladi odamda. Shuni aytaman. Ana endi tushundim yo'q. Bitta laytcha bosib qo'y. Xo'sh, TikTokka qachon kirib kelgansiz? TikTokka 2019mi o'sha paytlar kirib kelganmiz. Bitta brachga bordi, bozorda ishlab yurardim. Ana shu brachga kelib Azaka, men TikTokka kirmaysizmi dedi. Tushunmayman. Ochib berdi. O'sha bola tufayli TikTokka kirib ketdim. Pashta O'sha bolaga rahmat. u payt siz oldin anaqa video qilardingiz, adashmasam. Putin dadam deb. Ha, Putin dadam, meni dadam deb chiqib prikol qilib. Adashmasam siz chiqqan payti Sardor Gangster hali TikTokka kirmagan. Yo'q, Sardor ham bor edi. Kam edi. Endi rasm u paytda vali Putin dadam degan paytda rasm yani pikka chiqqan edim. Shunday. Video orqali. Shunday, video orqali. Video orqali chiqqan. Keyinchalik efir avjiga olib keldi, efirlar kuchayib ketdi. Oldinda kontent kuchli edi. Laycha hali bosmadingiz, bitta laycha bosib qo'ying. Xullas, ikkinchi savolimiz, Bigo Life qachon bo'ldi? Qanchadan beri kirasiz? Bigoga 3-4 yil oldu. Bigo kirganim ham 5-6 yil oldu. TikTokdan keyin kirganman-da. 20 yapding. 20 Bigoga kirganman. Rashid Gaday olib kirgan. Rashidga. Endi qarang, mana bu eng asosiy daromad qayerda? Eng asosiy daromad mana shu TikTokdan-da. TikTok Bigo Life'dan. Mana shu akalarimizga rahmat olmaligim, biz bechara odamni mana juda ko'pchilik bo'lib ketdi, to'g'ri? Yo'q. Mana shu odamlarga kattakon rahmat. Ishtirak o'zlari bechoralar trak minib, Rossiyalarda dvorni qilganlar, misol Rossiyaga kelgan, "Voy, senga podarka oldim, senga podarka oldim." O'sha insonlarga ham kattakon rahmat hammaga. Laycha bosib qo'yamiz. Aziz og'amizga donatorlik qilgan, donatorlar shu yerda o'tirgan bo'lsanglar, kattakon rahmat aziz og'adan. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Siz ham o'zingiz ham qilgansiz, sizga ham rahmat. Ajoyib sog' bo'lsin.
Sizlarni hurmatda, sizlar hurmat qilaman, to'g'risi sizni Sardorni hurmat qilaman. Bu hurmat yuzasidan Nurbek bir tigi. mana bu TikTokda videoshi qizlar bilan o'tirasiz-ku. Ayolingiz shunga qarshilik qilmaydi? Men bu lubu oilada qarshilik bo'ladi. Rashk qilmaydimi? Ayol zoti hamma rashk qiladi. Nima deysiz shunda? Endi xotin chidabdi. Chidabdi, yaxshi bo'lib ketadi. Xotin deb cho'qinaman. Iloji yo'q. Iloji yo'q cho'qinadi. Oilada nechta farzandsiz? O'zimmi yo aka-ukalarimmi? O'zi. Nima, shu aka-ukalaringiz bilan-da? Bitta ota-onadan. Nechta farzand? 17 ta, 18 ta farzand. 18 ta. 17 ta, 18 ta farzand. Rekord darajaga chiqqan ekansiz. O'zbekistonda hozirgi paytda bizni oila hammasi o'g'il. O'g'il. Hammasi o'g'il. 17 ta o'g'ilmiz. 17 ta o'g'il. Siz nechinchi? Menmi? 95. Yo'q, nechinchi farzandsiz? Ha, men nechinchi farzandligimda hali to'shni bilmayman. To'g'risi deydi. Biri keladi akimman deydi, biri keladi ukimman deydi. To'shni bilmayman. Dadam endi ko'p uylangan. Mana kecha ham ko'rdingiz. Qarang, o'tgan kun mana og'alar kecha Aziz og'amizni yoniga borib keldi. Dadangizni ko'rgani bu qanday bo'ldi ko'nglingiz? Nima bo'ldi? Ha, 2 kun o'sha kechadan beri miyam ishib ketdi. Hech narsa ko'nglimga sig'may qoldi. Prosta nimasi ta'sirlantirdi? Ko'rishgan paytimizda meni kechir. Senga hech narsa qilib berolmadim. Meni kechir o'g'lim deb. Men so'rashim kerakmi aslida? Mendan rozi bo'l. Mendan rozi bo'l degan joylari menga qattiq og'ir bo'ldi. To'g'risi. Masalan, hali chiqib yo'q, qanaqa yuribmiz? shunday. Qanday yuribmiz? Odamlar 2-3 ming dollar adin ekspertga tikish boryapti. Yo'q, qarang. Masalan, hozir men dadamni ko'rsam, yoki dadam biron joyi og'risa, qayerdir og'riydi-da. Sizda ham shu kecha dadangizni ko'rib, dadangizni ahvollarini ko'rib biron joylarga sog'dimi, biron narsani yuragim og'ridi. O'tkazdingiz-a hech? Baribir otadi. Baribir ota. Sizga mehr bermagan lekin, to'g'rimi? Yo'q, mehr bermagan ham bir-birimiz bilan umuman ko'rishmaganmiz. Misol 30 ga kiryapmiz ham, 40 ga kiryapmiz. Hayotimiz davomida bir-birimizni ko'rmaganmiz. İlk bor kecha o'zlarim guvoh bo'lding. Ko'rgis o'zi ham qanaqa yig'ladi. Oradan pashti 30 yil deylik, yo minus plus 30 yil deylik. 30 yildan keyin sizni tug'dirgan otangizni ko'rishish g'alati bo'lsa kerak edi. Lekin men ichimdan qanaqa ko'zim yoshimni to'xtata olmadim to'g'risi. Endi dadamni o'zini ham ayblari bo'lganda bitta ko'p uylangan. O'sha 9 dan 10 ta uylangan. Uylanib shunday. Odamzod nima demoqchiman? O'zi ham aybdor bo'ladi, sababchi bo'ladi-da. Mana hozir o'zi aytayapti-ku, hech kimim yo'q deyapti. Hech kimim yo'q deyapti. O'zingiz kecha guvoh ko'rdim, guvoh bo'ldik. O'sha mana keyingi oyga chiqar ekan. Taji borgani joyim yo'q. Xudo yana seni yetkazdi deb ayda qildi. Men hech kimga Aziz og'ani bir anaqa qilmoqchi emasman, lekin Aziz og'a o'zingiz aytdingiz, kecha chiqsa dedi, bitta uycha, bitta uy dedi. Bitta moshincha uylab qo'yaman, ya'ni uylantirib qo'yaman dedi. Ota-onasi hayot bo'lib, otam ichadi, otam chekadi, menga pul bermagan. Mana shunaqa deb nolini bilganlar Aziz og'ada o'rnak olsangiz bo'ladi. Chunki Aziz og'ani otasi 30 yil yoniga kelmagan, bu o'g'li borligini dashi bilmagan, mana shu TikTokdan ko'tarilgandan keyin bilganda, to'g'rimi o'g'lingiz borligini? Umuman hali bitta tursiyo bermagan. 30 yil davomida dashi masalan ota mehriga to'ymagan, otasidan bir non olmaganda. Ayam aytadi, shu 15 kunlik chaqaloqligingda o'sha ketgan. Bo'ldi, shu bilan ayam ham ko'rmagan. Men ham ko'rmagan, yana bir 5-6 ta uylangan. Ulardan farzandli bo'ldi. TikTokda ko'tarilganimdan keyin akalarim, ukalarim hammasi o'zlari chiqishib, men sen akimman, men sen ukimman dedi. Endi mayli, baribir qonimiz bitta. Shunday akam meni, ukam, men bir narsa deyolmayman.
Lekin ular ham hech qaysi mana kecha nima dedi? 15 yil ichida men Nurbek Hech kim- savol berdi. 15 yil ichida dedi hech kim kelmagan dedi. 15 yil ichida birorta odam ko'rgani kelmadi. 15 yil ichida bu 15 yil o'ta katta so'roq. Shunday. O'zimiz 15 kun, 15 sutkaga misol qamaldik. 15 sutka chidalmadi-yu. 15 Qiyin. sutka. Yo'q. Bitta joyda odam do'zax bu. Do'zax lekin. Hech kimga, hatto dushmanimizga ham bu yo'lni ravo ko'rmaymiz. Ozodlik eng katta ne'matligini men kecha Azog'oni dadasining oldiga borgan payti bildim. Ozodlik eng katta ne'mat ekan. Shuning uchun nima deb o'taman shu o'rinda O'zbekistonda yashayapmizki, O'zbekistonning qonunlariga, qoidalariga bo'ysunib, shu vatanda yashayapmizmi, shu vatanning qonun qoidasiga bo'ysungan yaxshi. Hech kimga men turmani yoki o'shunaqa zonani ravo ko'rmayman. Kecha mana og'amizni dadalari bilan ko'rishdik, ancha o'zlarini oldirib qo'yganlar. Ya'ni ko'p joy yurganda shu. 15 yil oz muddat emasdan, to'g'rimi? Xo'sh, mayli. Endi nechta farzandingiz bor? Ikkita farzandim bor. O'g'il. 2 o'g'il o'g'il. O'qityapsizmi, bir yoki hali yoshmi? Bu yil maktabga chiqdi, sentyabr o'sha kechami? Ichidan birinchi sinf bo'ldi, katta farzand. Topga yoshlar unda muborak bo'lsin. Katta o'qishlarga kirish nasib qilsin, Xudo xolasi. Endi TikTok borasiga qaytsak. Keling, odamlar ham zerikib qolmasin, TikTokdan yuring qilamiz. 5 ta yomon ko'radigan TikTokeringizni aytib bering. Yomon ko'radi deganda uni o'zi emas, kontentlarini, yo'nalishini yomon ko'rasiz. 5 ta odam. Dushmanlikdan emas, shunchaki kontent yoqmaydi. Shu 5 ta odam deydi. Birinchisi Nurbek Andijonov. Ikkinchisi Sardor Gangster. Aha. Uchinchisi kim ekan? O'zi ikkitaga o'xshayapti. Yana kim bor? To'g'risini aytavering. Yoqmaydi videosi. Siz bilaman, hozir siz do'stlaringiz aytasiz videolar tushmaysiz. Men uni yaxshi bilaman. Ha. To'g'risini yoqmaydi ham. Ko'rasiz, masalan, asablaringiz buzilib ketadi, videosini shunday tuzib yuborasiz. 5 ta odam. Mana 3-4 ta ayting. Birinchisi Rainbow. Rainbow. Aha. Rainbow. Ikkinchisi kim bor? Yine videosini ko'rdingiz, yoqmaydi, bilet asab buzilishini o'tkazib yuborasiz. Kim? 4 ta mana. Eferiya. Efir ham to'g'ri. Boshqa kim bor ekan? Yo'q, boshqa. Sizlar Bitta Rainbow'ni uncha yoqtirmayman. qizlardan-chi? Qizlarni hammasini yoqtirmayman. Xo'p, endi kelaver. 5 ta qaddi shu hurmat qiladigan TikTokerni ayting. Bu videolarini ham anaqasini. Sardor Nurbek Andijonovskiy o'ta yomonga ham kayf qilaman men. O'ta yomon. 3 ta, ha. Yana kim bor? Feruza Vazib. Aha. U ham ketdi, u ham kirib bilmabdi. Tomosha qilib turaman, bo'ylarni kirib tomosha qilib. Avezib ham yaxshi. 5 ta avezib sizlar. Qarang, Sardor bilan Dubayga bordingiz aka. Eng og'ir kuyingizda turgan do'stingiz kim? TikTokerlar. Shu ko'tarilishingizga ham, ya'ni TikTokda o'z o'rningizni topishingizga ham yordam bergan Sardor bo'ladi. Lekin anaqa Sardor og'ani ham anaqasi yo'q deb o'ylayman, chunki men sizni oldindan taniyman. Sardordan oldin taniyman. Yo'q. Videolaringizni ko'rardim. Video orqali ko'tarilganman, uni efir orqali Sardor bergan. Men tan olaman buni. Agar shuni Sardor og'a ko'rib o'tirgan bo'lsa, Sardor og'aga nima deysiz? Rahmat deyman. Omadingni bersin, eson-omon oilangni vatanimizga oldiga kelib, maza qilib, uylanib, bola chaqali bo'lib, bizga o'xshab bolalarni quchoqlab, davranizlab yurgin deyman. Menga qarang, qachon kelasiz Sardor? Sardor tez kunda kelib bo'ladi, xudo xolasa. Tez kunda kelib bo'ladi. Hozir Dubaydan uy olgan ekan, ayalari borib, bo'lmayman, ona holda o'shdi. O'zida ko'rib keldi o'sha. Siz bormadingizmi? Birga kelsak nima deysiz, kontent olishga o'sha. Bitta Sardor og'adan anaqa olib kelamiz. Intervyu olamiz. U ham ketamizmi birga? Bo'laveradi. Mana shu video 1000 ta like yig'sin. 1000 ta ozmi? 1000 ta. Nechta? Hech yo'q, 1 million prosmotr bo'lsa. 1 million prosmotr ketamiz, ha? Ketamiz. Xudo xolasa nasib qilsa. Qarang, mana bu bizneslar bormi TikTokda? Biznes bor, ha. Nima biznes? Taksi bor. Taksi. Bitta aptekaxona bor. Aha. Bitta kiyim-kechak, telefon do'kon bor. 4 ta biznes bor. 4 ta biznes bor. Qaysi biridan daromad ko'p keladi? Hammasidan yaxshi.
Endi hozir biznesni o'zi ham bir og'ir bo'lib ketdi. Og'ir ketadi. Ko'p, juda ko'p. Nima? Bitta bir narsa ochsangiz bir narsani shunday ochib qo'yyapti. Buni arzon qilsangiz buni arzon qilib qo'yadi. Bular hammasidan yaxshi. Eng katta daromad keladigan biznesingiz Taksidan. taksidan. Chunki aytda o'zimni ham mashinalarim bor. Yana o'ylab qo'ygan bir g'oyada turgan biznesingiz bormi? Masalan, shu ko'zlab yuribsiz. Qanaqa biznesni ko'zlab Bitta men zo'r qilibdi salon ochmoqchiman. Qanaqa? Jenskiy salon. Kelin-kuylar tiqib, ashib ko'tlarini ishirishyapti, lablarini shunaqalargacha terib bir mashina qilib ochmoqchiman. Bitta qilib nomerlaring qilib. Zinachilarni shu botox qiladigan salon ochmoqchisiz. Tiqib. Hozir o'shanda-da bir xunuk qizim u yo'g'ini shishiradi, malika bo'lib olyapti. Shunaqa ochmoqchiman. Nurbek o'sha yerda administrator qilib qo'yadi. Qarang, TikTokda yaxshi bir aloqa qiladigan qizlar bormi? O'zi bir aloqa deganda bir yaxshi bir gaplashadiganmi? Yo'q, men hech kim bilan gaplashmayman. Unaqa yo'q. Yo'q. Efirda hazır huzur qilishim mumkin. Birortasi bilan borib ko'rishmagan. Endi u bir o'sha nigi shogirdim o'zim ko'targanman, u bilan do'stim bilan tug'ilgan kuniga borganman. Guli bor o'zimizda. Endi ular opadek kak. Shunday qilib. Unaqa vali efirlarda ko'rib turib borib qaqadi deydi-ku, tarqalatadi. Unaqa yo'q. Boramiz, efirda qilamiz, efirdan keyin atlashinglar qilinmaydi. WhatsApp yo'q. WhatsApp silani o'zi ishchilari bor, o'shalarga beramiz. Nurbekga. Sizni shu paytgacha eng kuchli danat qilib, padishib kelgan danatni taniysizmi? Eslaysizmi? Kim? Mirzayev juda ko'p, Mirzayev bor. Qoraqolli mana hozir Qoraqolli qilyapti. Sobir Ulug'bek ham juda etsam, juda ko'p, juda ko'p. Pistan rasmi bo'ladi. Juda ko'p. To'g'ri. TikTok kiraman o'zingizdan. To'g'ri. Aytaman desangiz hozir bittasini olib qolish mumkin. To'g'ri. Bittasini qilib video chiqarsam yozyapti. Meni nimaga yetmadi endi. Hali yetadi-da baribir hamma. Meni ham borlar, juda ko'p. Shuni aytaman. Rustam aka bo'lgan mana. Yoni sog' bo'lsin. Hammasi kirgan borki, danat qilgan. Shunday. Danat qilgan. Hammasi kuchli biz uchun. Hammasi kuchli. Jasur ko'cha bilan qatnashingiz qanday? Zo'r. Bir paytlar urushib yurganda hozir yaxshimi endi? Endi yoshimiz katta bo'ldi. Urushib nima talashamiz, to'g'ri. Qora yo'l tanishasizmi? Nima talashamiz? U ham o'zini tirikchiligini qilyapti, omadini bersin. Biz ham hamma o'zini yo'lidan chik ketyapti. Unga ham omadini bersin, unga ham yaxshi bor, yomon emas. Keyin oldingizda mana sizni yoshlar kuzatib o'tiribdi-da. Shularga nima degan bo'lardingiz? Kelajakda nima qilsin? Yoki nimani boshlasin? Kelajakda yotmasdan haligi ko'rpantaydan turqani, yotib soqqani bosqani biznesni qilish kerak. Yotavermaslik kerak, adin ekspert o'ynab, qumur o'ynab, bilan zino qilib, turib harakat qilib, pulni soqqani urib, oxirida nima qilsang yarashaveradi. Hozir hech bo'la qoladi. Turib to'lka mehnat. To'lka gaz bo'lsin. Oilasiga, otasiga, onasiga qaralasin. Albatta hozirgi yoshlardan biz tan beraman. Oldin otalari, dadasi uylagan. 50 kilometr turgan odam. Dadam qachon uylar ekan. Hozir bordi-yu, 16 deyman mana. Kecha oshxonada bekarga savol berman. Necha yoshdasan? 18 yoshdaman deyapti. O'sha bo'lib ishlab oilasini boqyapti, o'zini kamchilikni qilyapti. Hozirgi yoshlar bari ishlaydi. Oldingi yoshlar hatto o'tiravergan. Dadam qachon uylaydi? Hozir dadasini uylayapti kerak bo'lsa o'sha. To'g'ri, bu gap to'g'ri. Hozir prezidentimiz juda katta yo'llar qilib berdi. Mana shu yoshlarga imtiyozlar qilib hamma yo'l o'zini o'zi eplaydi. Yoshlardan ko'nglimiz to'q. Prezidentimizga ham alohida rahmat shu. Endi oxirgi savolim endi TikTokdan qachon ketish rejasi bor? TikTokdan xudo xolasa mana shu tepada ikki tomonda tishim tugab ketsa, tugab ketsa yana birorta o'sha urib qoqib tushirib yubormaylar. Tugagan paytda chiqib ketaman. Shunda tuyum. U paytda siz mana joyga borib qo'ygan bo'lasiz-da. Endi iloji yo'q. Tepada tishlarni ko'taramiz, keyin chiqib ketamiz. TikTokka kirmagan kuningiz bormi? Kirmayman bugun. Axir men 4 kundan beri kirmayman. Zanash TikTokcha muhim emas sizga. Yo'q. Xudoga shukr, yaxshi sharoitlar zo'r.
Hozir chiqayotgan video ishlarga nima deysiz? Iloji boricha ko'p o'ylar. Iloji boricha, qo'ldan kelgancha ko'p o'ylar. Keyin pul topasizlar. Endi buni Hozirgi videoda tashabbaslar. xullas nasib qilsa Sardor og'a kelsa, boshqa qilsa bir nimani rejalashtiryapsiz endi? Kelsalar. Sardor kelsa uylanadi, bu ham uylansin endi. Yo'q. Buni rejalashtiramiz, video olamiz. Video olishimiz aniq. Endi u anavi, yo bironta biznesda reja qildingizmi deyapman-da. Dubay masalan Sardor mancha bo'ldi Dubay debdi-ku. Sardor kelsa sauna ochmoqchimiz biz. Massajxona. Zo'r narsa ochyapsizlar. Ha. Zo'r. Xalqimizga ham foydasi. Spami degan savol kelyapti Dubaydan. Spa salon, no, donator akalarimiz qiynalib bechoralar Amerikadan keldi. To'g'ri kirishaveradi. Sardor bilan aziz spa saloni bor o'sha. Tayyor. Bizneschi. Eng zo'r. Eng zo'ri. Qiynalib yotmaydi ular. Savollarimiz sizga bir og'irlik keltirmadi. Menga hayot og'ir kelgan savol hayotda og'ir kelmaydi. Yo, menga qarang, meni bitta savol o'ylantiradi-da. Men savol mashasi o'zimning savolim. TikTokka kirishdan oldin nima ish qilgansiz? Men ko'p aytasizda, efirlarda ham aytib o'tirasiz, men qiynalganman. TikTokka kirishimdan oldin sotuvchi, hamma ishni qilganman. Odamlarga xomut qilardim, dori separdim. Buni qilib, mashinalardan pul yig'ishtirardim, kiyim-kechak sotardim, qorovulchilik qilardim, nima bo'lsa qilardim. Xullas hammasi qilib keldingiz. Libo'yin yemagani mana shu asbob qoldi. Qolgan libo'yin yeb keldik. Hozir men endi bu gaplarni so'rashimga sabab, ya'ni hozir ishing o'xshamayotgan bo'lsa, o'xshaydi ekan. Men harakat qilish kerak. Harakat bo'lsin. Odamda harakat. Harakatsiz nolga teng. Otganni ishni o'zgarmaydi. Nima bo'lsa ham pul topish kerak, qanday bo'lsa ham. Otasini, onasini qarash kerak. Libo'y tomondan ish qilish kerak. Xudo xolasa. Hammangizga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi intervyumizda kim ishtirok etishini kommentariyga yozib ketinglar. Obuna bo'lishni esa unutib qo'ymanglar. Hammaga omad.